Assalamualaikum yurttaşlar, kanalı çatuvcular. Bugünkü lokasiyamız Ura Centerdamiz. Şu yerimizde yurttaşlar 3 etajlı patkulüs holatda hovuzlarını satıb algan ekan. Lokasiya e'tibor beramiz. Doğru gitadigan bo'lsangizlar, bu yerdan svetofordan Poliklinika Radom. Bu yan tarafimizda Abbas Apteka rayonida Buyum bozorga chiqasizlar. Bu yan tarafimizda chiqadigan bo'lsangizlar, Real zapravkamiz bor. Bu yan tarafimizda 19 yana oxiri bo'ladi. Lokasiyamiz zo'r, yurttaşlar ishidan kirib ketamiz, toza posilkalikda bo'ladi. Yaqinlarimizga ulashib qo'yamiz, birgalikda ko'rib chiqamiz. Asa yetdik. Boshqa xonadonimizga yetib keldik. Yurtimizni 3 etajli hovuzlarni satib olgan ekan. 2 joy tushgayni 10 qurimizdagi xonadonimiz sotiladi. 150 kvadrat bo'ladi. Yurtdoshlar garajina ega. Garajimiz ham kafeldan chiqib turibdi. Uyimiz patkulus holatda bo'ladi. Birimizda yana gaz o'chiruvchi, svet o'chiruvchilarimiz qo'yib turibdi. Gaz suv svetdan muammo yo'q yurtdoshlar. Uyimiz chiroyli tuzatilgan. Inshaalloh birgalikda ko'rib chiqamiz. Yaqinlarimizga ulashib qo'yamiz. Suruv satib olgan ekan. Zinalarimiz yana quyma. Balasinalar bilan zatilgan. Shibintilar bilan iPhone'lar bilan zatilib turibdi. Uyimiz tayyor holatda bo'ladi yurtdoshlar. Eldanamiz yana quyilgan. Kanalizatsiya to'sichlarimiz eldan chiqib turibdi. Garajimdan tushuntirib boradigan bo'lsak, bismillah. Garajga e'tibor beringlar, o'shim gap yo'q. Kafeldan chiqib turibdi, oyoq tiylar kafel. Hamma cho'pli pol. Issiqqina bo'lib turibdi, polni ishlab turibdi. Atab beramiz. Tengdan ham foydalanmayotganlar e'tibor beringlar. 2 boks tushgani, yerdan ikkinchi daraja chiqadigan xotimiz ham bor. Uyning ichida bog' tarafimizdan ham bor. Birdan uyning ichidan chiqib ketasizlar, to'g'ri. Berimizda yurtdoshlar e'tibor beringlar, montaj ishlarimiz bo'lg'ayni. Konteyner qatuvlarni ishlab turibdi-ni, bo'lni. Gaz suv svetdan muammo yurtdoshlar. Bemalol gap ko'raversa, suruv satib olgan uyimiz tayyor holatda bo'ladi. 150 kvadrat. Yan tarafimizda yana bog' qismimiz ham bor. Ne deydi yurtdoshlar? Paxsalarning balandligi tuzatilgan. Yan tarafimizda yana ikkinchi daraja ketadigan xotimiz bog' tarafdan. İnsanlar ham girsa bo'ladi, bog' tarafdan ham girib chiqsa bo'ladi. Общем, zo'r tuzatilgan. Siz defalarni ko'rib, birgalikda danışib chiqamiz. Niyat etgan yurtdoshlarimiz Alloh taolo hammamizga chiroyli uylar yetirsin. Biz defaga chiqaveramiz. Zinalarimiz ham yana quyma, balasinalar bilan zatilgan yonboshlari. Eshiklardan seri darvozalardan qo'yilgan. Bismillah. Uyimiz tayyor, patkulüch, doğru döşep yasaldan bo'lib. Girganimizdan shuni dalan sapina, oyoq tiylar laminat. Berimizda moniklarimiz tashalgan, hamma narsasi zamonaviy, akkuratniyat ishlangan, dizayndan gap yo'q. Yan tarafda girish qismi. Mesela bilan chetdan tushuntirib, danıştirib boraveramiz yurtdoshlar. Videoni o'tirmay ko'ramiz. Patkulüch holatda hovuzlar so'rab yurtdoshlarimizni ulashib qo'yamiz. Bahasi ham normal bahada. Birimiz avtomatlarimiz tashalgan. Yan tarafimizda bir xona tushgan. Yurtdoshlar yana bir narsa aytmoqman, pishgan karushdan ko'tarilgan ekan, 3 etajdan. Her shunda garajimiz ustidan 3-etajdan adon plita ekan aralari. Pishgan karushdan qurilgan dedilar. Birimizda yana dapiyachi ketadigan xotimiz. Yan tarafimizda yana garajga tushasizlar. Her etajında sanuzyeli bor. Birimizda yana sanuzyel. Kafeldan chiqib turibdi, e'tibor beringlar. Kirmosh uchun to'sichamizdan qo'yib ketilgan. Birimizda yana aristolarimiz bor. Limxotlarimiz ham ishlab turibdi. Kuxnya mo'ljallangan, birimizda suv to'sichamiz, gaz to'sichi, kafellarimiz urilgan. Cho'plik kanallar berib turibdi. Xonadonimiz issiqqina, yurtdoshlar bemalol kelib ko'raverasizlar. Yan tarafı bağa çıkadığın xotimiz yine. Uyumuza gap yo'q. Hammamizga yetirsin Xudoyim. Birimizda bir детский komnata tushgani, spalni. Oyoq tiylarimizdagi laminatlarimiz ham yaxshi laminatdan urilgan. Zinalarimiz ham quyma, kafelar ekan. Tutadigan yine yerlerimiz ham nijabiycha yaxshi xildan ishlangan. Ergeneklarimiz. Birimizda ham sanuzyel bor. Shunda birimizda bir xona tushgan, birimiz ochiq. Shuni birdan kraniklar to'chib bo'lma, patoklarimiz natijnoy, stenalarimiz yarki aboylar bilan ishlangan. Men tarafimizda mana bir xona tushgan. Patoklarimiz natijnoy. Aktivlarimiz bir xillangan laminat.
İşlerimiz ham yaxshi ishlardan qo'yilgan ekan, gap yo'q. Bemalol gap ko'raverasizlar. Berimizda yana sanuzel. Uyg'oq vannalarimiz qo'yilgan, kafeldan chiqib turibdi yana. Dimoxotlarimiz ham bor, potoklarimiz plastik. Birimizdan bir xonasi tushgan shunda. Benim aynası el tarafa qarab turibdi. Bu tarafımızda yana bir xonasi. Ya televizor uchun rozetkamiz ham tashalgan. Lokatsiyamiz Raycenter 02 ning yonida bo'ladi. Şuradan girib kelasizlar 02 yonida. Yerimizda yana balkonimiz ham bor. Bu yana balkon. Balkonimiz ham keng, kafelar o'rab turibdi yana. Yurttaşlar şunda buni narxini keladigan olsak, narxi $75.000 deb turibdilar. Gelişib beradigan so'roq sotib olgan ekan yurttaşlar, xudo xolasa pulingizdan ish bo'lsa, ustunda normalni gelişib beradilar. Agarda kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Niyat etgan yurttaşlarimiz bo'lsa, hammangiz like-dan bosib bir yaxshi fikrlaringizni qoldirib o'tasizlar. Kommentariyada xudo xolasa hammangizga nasib etsin. Hammani xonadonda yaxshi kunlarda, to'ylarda, yaxshi chiroyli joylarga olib yurganda xizmatda bo'lish nasib etsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.